Ig'ir bemorlarni davolash, qutqizish ahvollarini tunishtirdi. Hozir joylardagi yuqum ahvoli ig'ir bemorlarni davolaydigan 3 mingdan ortiq tibbiy xodim, dala doktorxonalardagi 2 mingdan ortiq tibbiy xodim Uxanga yetib keldi. Davlat Səhiyyə və Sağlamlıq Komitetining uqtirish qilishicha 2 ayning 3 kuni soat 24gacha mamlakat bo'yicha 31 o'lka, avtonom rayon, shahar va Şinjan ishlab chiqarish qurilish punktlariga doklad qilgan aniq diagnoz qo'yilgan kasal jami 20438. Shu kuni yangidan ko'paygani 3235. Kesili ig'irlar jami 2788 bo'lib, shu kuni yangidan ko'paygani 492. Qazo qilgan kasal jami 425 bo'lib, shu kuni yangidan ko'paygani 64. Jami 632 odam saqiyib doktorxonadan chiqqan. Shu kuni yangidan ko'paygani 157. Hozir 23214 gumoniy kasal bor bo'lib, shu kuni 5072 gumoniy kasal ko'paygan. Statistika qilinishicha, hozir qadar mamlakat bo'yicha aniq diagnoz qo'yilgan kasallarning o'lish nisbati 2.1%. Xubey o'lkasida aniq diagnoz qo'yilgan kasallarning o'lish nisbati 3.1% bo'lib, butun mamlakat sonliq ma'lumot saviyasidan yuqori bo'lgan. Davlat Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Xubey o'lkasi bo'libmi, Uxan shahrini ig'ir kasallarni bekitilgan doktorxonalarda qutqizib davolash salmog'ini davomli oshirishga yetaklaydi. Shundaqla yerlikning boyligini yo'tkab mahallalarda oldini olish, tizginlash va tekshirish xizmatini yanada kuchaytirdi. Biz 20 ko'chma doktorxonani yo'tkadik. Bugundan boshlab kayni-kayndan Uxanga yetib bordik. Biz yana 3 ko'chma P3 tajribaxonasini yo'tkadik. Bu universal tadbirlar orqali kasallarni tekshirishga tegishli bo'lsa, cho'qim tekshirib, qabul qilishga tegishlikini qabul qilib, davolashga tegishli bo'lsa, cho'qim davolaymiz. Pan texnika ministerligining mas'uli monolarni bildirdi. Hozir dori tadqiq qilib yasashdagi nuqtaliq yo'linish saqish nisbatini o'stirib, o'lish nisbatini tuvallatish. Pan texnika ministerligi jiddiy ahvolga taqobil turish turini ishga selib, dori tadqiq qilib yasash o'tkaliga hujum qilishni kuchaytirib, kelinigida sinaq qilinadigan dorilarni sistemalik tanlash xizmatini qanday yaydirdi. Dori tadqiqoti davomida virusga qarshi turish roliga ega qisman dorilarni dastlabki qadamda tanladik. Hozir davolash unumini yana dalillashni ching tutib ishlayapmiz. Vaksina tadqiqoti jihatda vaksinani muvaffaqiyatli tadqiq qilib yasash uchun ko'p xil texnikani tang ilgari suryapmiz. Armiyaning Xubeyga yordam berish davolash atirtining puxta, inchka, tartiblik tayyorlik xizmatlarini ishlashi orqasida Wuhan Xo'shinshan doktorxonasi bugundan boshlab yangi tipga tojismon virusdan yuqumlangan o'pka yo'lligi bemorlarini qabul qilib davolashga kirishdi. Bugun Wuhan shahri 10 qutqizish avtomobil ajratib, belgilangan davolash doktorxonasidan yangi tipdagi tojismon virus bilan yuqumlangan o'pka yo'lligi deb diagnoz qo'yilgan bemorlarni yo'tkadi. 30 minutdan keyin avtomobillar Xo'shinshan doktorxonasiga yetib bordi. Men hozir Wuhan shahri Xo'shinshan doktorxonasida turyapman. Biz bu yerda bemorlarning qutqizish avtomobilidan tushib, harbiy tibbiy xodimlarning amroligida kasalxonaga kirganligini ko'rdik. Tushdan burun soat 9:30 atrofida tunji turkumdagi yo'tkab kelingan aniq diagnoz qo'yilgan bemorlar kayni-kaynidan kasalxonaga kirdi. Men hozir Wuhan Xo'shinshan doktorxonasining kasalxonasida turyapman. Ko'pchilik ko'rib turibsizlar. Bu bemorlar hozir kayni-kaynidan kelib o'rilish bo'ldi. Tibbiy xodimlarmi tayyorlanib bo'ldi. Kasalxonada tibbiy xodimlar darhol kasalga oksigen berdi. Orqadan mas'ul doktor kasalning aloqador ahvollarini tafsiliy so'radi. Sizni davolashga men mas'ul. Bu 2 kishilik kasalxona, tozalik uyi, suv isitqi, havoni tozalash uskunalari to'liq saplangan. Tibbiy xodimlar va aslahalar yetarlik bo'lg'achqa bemorlarni qabul qilib davolash jarayoni nihoyat o'ngishli bo'lib o'tdi. Hozir harbiy doktorlar diagnoz qo'yish, tekshirish orqali kasallarning kasallik tarixini to'liqlab o'tdi. Sestralarmi kasallarni davolashni boshladi. Xo'shinshan doktorxonasi yuqumli kasalliklar, nafas yo'llari kasalliklari, og'ir kasalliklar meditsinasi qatorliq jihatdagi 10 dan ortiq mutaxassisni murakkab og'ir kasallarga har vaqt kollektiv diagnoz qo'yishga yetakchilik qilishga o'rinlashtirdi. Yangi tipdagi tojismon virusdan yuqumlangan o'pka yo'lligi yuqumi oldida o'lim bilan elishadigan bir to'p kishilar bor. Ular ota-ona, ayol, er, shundaqla farzand. Lekin yuqum oldida ularning oxilatliq jangchi degan bir salohiyati bor. Endi biz birinchi sabda